Obunachilar bugun Jungli Parkour World'da parkour o'ynab ko'ramiz. Bugun menimcha video zo'r bo'ladi va hammaga salom va videoga xush kelibsiz. Davom etamiz. Menimcha mana sariq knopkaga bosishimiz kerak. Vaqt ketyapti. Bu parkourmi yoki bu labirint? Shunga men hayronman. Lekin yaxshi bitta joyga borgan. Hech narsa yo'q bu yerda. Boshdagi joyga borsa kerak. Topdim menimcha. Topdim yaxshi. Mana boshlang'ich. Tushib ketdim. Vaqt hech narsani hal qilmaydi degan umiddaman. Hech yerda o'tolmayapman-da. Nimagadir. Hop, o'tishga harakat qilamiz. Bu yerdan o'tib olmaydi-ku. Qani. Yaxshi, xudoga shukr, o'tib oldik. 1 minutimiz ketdi. Tezlashmasdan o'tamiz chunki men bilaman nima bo'ladi tezlashib o'tsak. Professionalman men bunaqa parkurlardan o'tishga. Bu juda baland. Oho. Ertaga chiqamizmi degan aylanadi. Ko'p ekan. Tan olish kerak ko'p ekan. Tushib ketsam lekin shuncha joydan yana qaytib chiqish. Xudo xohlasa tushib ketmayman. Sol qoldi. Qo'yib ke yaxshimisan? Yaxshi. Bismillah. Yaxshi. Shuna qilish kerak endi, tushunib olish kerak. U bo'lar ekan. Betlardan chiqib olam. Chiqib bo'ladi. Kimga kerak emas. Yana nima ish qilsak bo'ladi bu yerda? Taylam chiqaylik. Topdim bo'ldi. Yaxshi. Suvga tushmadim-da, qiziq. Hech bo'lmasa suvga tushmam. Uch minutimiz ketdi. Bu yaxshimi yomonmi bilmayman. Yaxshi. Yo'q. Vay, nimaga men mana shu nagonlardan o'tolmayman? Har doim shunday bo'ladi, shu nagonlardan o'tolmayman men. Bu juda yomon. Nimaga bunday bo'lyapti? Yo'q. 3 minutimiz ketdi. Lekin video boshlanganiga 4 minut bo'ldi. 1 minut qayerdan ne bo'ldi bilmayman. To'xtamaslik kerak. To'xtamayman bundan keyin men. Umuman to'xtamayman. Bosamiz. Yaxshi. Ikkita ketma-ket. Yaxshi. 3ta ketma-ket. Yaxshi. Bitta. Yaxshi. Endi qayerlar? Bu yoqqa chiqamiz endi nima qilamiz? Hali bor ekan.
Tushib ketmaydi, ishqib tushib ketmay. Bundan oldin men spiral parkurda o'ynab ko'rganman. U yaxshi, chunki tushib ketsang, nima checkpointi bor edi aniqrog'i. Tushib ketsang yana shu joyga qaytarding. Lekin o'sha spiral joyigacha borishga ham muammo bo'lar edi. Bitta o'tmasak men yuragim qo'ymaydi, chunki buncha joydan 10,000 marta o'lib tushdim. Xudo xohlasa tushmaymiz. Xudo xohlamasa. Ko'rishmadik. Hop. Qo'rqyapman. Yaxshi, bu to'sib qoladigan narsa ham tepasiga chiqqandan keyin parkur davom etmasa bo'ldi menimcha. O'shda tugadi, siz yutdingiz, zo'rsiz deb qo'ysa bo'ldi menga. Hozircha yaxshi. Agar tushsam borku, mana shu eshikdan chiqaman, ketaman. Yaxshi. Keyinchi bittalar o'tmasak men o'zim kechira olmasam kerak, tushib ketsam. Chiroyli ekan. Hozir borib olamiz. Xudo xohlasa barib olamiz. Mana shu yoqqa chiqib ketgim kelyapti. O'zingni bo'sh qo'y. Mani o'tirishni bilmasdan qo'yib yuborsam borku. Shunchalik alam. Yo'q, o'ynamayman, ketdim men, ketdim. O'ynamayman, tupurdim, o'ynamayman. Ketdim men. Xafa bo'ldim. Ketaman men. Bosh olib ketaman men bu yerlardan. Cho'lagan ay tashqarisi ham. Yo'q, qayerlarda shuncha qilganim. Barib bo'ldi. Pul. Shetdan ham tushaman hozir. Ayo, hazillashmang. Bo'ldi. Men to'xtamasdan. Hazillashdik. Shaka bo'lmayapti-ku. Yaxshi, biz to'g'ri yo'ldamiz. Ikkita ketma-ket. Yaxshi. 3ta ketma-ket. Yaxshi. Bitta. Yaxshi, endi bitta o'tib olish kerak. Yaxshi. Yaxshi. To'g'ri yo'ldamiz. Menga farq yo'q, endi ikkita ketma-ket uraman. Bitta ketma-ket. Bitta. Hay, nimaga shu yurmadim ey? Nimaga qo'rqdim? Endi odatiy hol bo'lib qoldi, tush. 2 marta tushdim o'zim. Judayam achinarli holat. Mana yana bittasi. Yo, men juda tez yugurib boryapman. Yo, men to'xtash esimdan chiqib qolyapti. Chunki mana qisqa joylarda bitta sakrasak ham bo'ladi menimcha. Nimaga to'xtayman? Nimaga to'xtayman? Ertalab bo'pti, yaxshi. Kun yorishdim. Quyosh chiqdi olamga, yugurib bordim. Onamga. Hola jon. Asam buzilyapti. Bu parkurdan 9 minutimiz ketdi. Birinchi, ikkinchi qism olamanmi deyman-da.
Ha, yoqmayapti boru. Nimaga ham shuni olishga qaror qildim. Imkoniyatlar ko'p edi-ku. Chiqib olaman lekin orqaga qaytaman-da. Bu umuman orqaga qaytish bo'lmaydi endi, ishonasizlarmi? Sal qoldi hozir qaytardik. Yaxshi, orqaga. Gapim qaytarib oldim, qaytarganman. Time stopper. O. On. Bu videoni tugatamiz. Men bilmayman hech narsa. Yangi. Vaqt ketyapti. O'sh, endi bilaman-ku nima qilishdi. Ha, ona. Video cho'ziladimi deyman-da. Ozgina emas, ancha cho'ziladi. Sakramadik-ku. Kompyuterda bo'lsa yaxshi bo'lardi shu. Yaxshi. Ketma-ket ikkita. O'tamiz. Time stopper degani vaqt to'xtatish, hozir to'xtatib turib o'tib olib kelgani vaqt qo'yaman deb o'ylagandim. Lekin chuchvarani xomam gapmi? Xamir o'ylayotganda sanabman. Shuning uchun yaxshi. Mah, o'tdim yaxshi qani uni. Yo'qni yaxshi bora olamiz. Qayda suv bo'lsa demak o'sha yerda. To'xtamaslik kerak. Nimaga to'xtayman men? Qanday yomon bo'laman ey? Yo'q, tezlashib ketyapman men. Mana tezlashmasdan o'tsa bo'ladimi? Yo'q, demak tezlashib o'tarkanmiz. Yaxshi. Ketma-ket ikkita. Ketma-ket 3 ta. Eplolaman. Nimaga bunday yomon qildim? O'ldirim boga. Birinchisidan o'ta olmayapman. 2 minut. Vaqtim ketdi. Aniq ikkita qism qilaman. Buni aylanib borgangacha erta bo'ladi. Asam uzlatib boram. Nima qilay, aytinglar o'zlaring. Nima qilay, qiyin-da bu. Agar sizga shu o'ynayotgan dunyolarim, worldlar kerak bo'lsa, Telegram kanalimdan topsangiz bo'ladi. Buni opsiyada qoldiraman. U yerda boshqa modlar ham bor. Sal teparoqda edi. Jungle Parkour nomli mod.
Xo'sh, shu yerda to'xtatamiz. Shu yerda hammasini to'xtatamiz. Bu birinchi qism. Agar sizga qolgan qismlar kerak bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Hammaga xayr.